Assalomu alaykum, Provan YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan TP-Link brendidan yana ajoyib kamera komplektimizni tayyorlab qo'yganman. Juda ham narxi arzon, atigi 2 200 ming so'm evaziga. Endi komplektimizga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, 500 gigabaytlik xotiramiz, 4 tali POI switchimiz va 4 ta kanalli video registratorimiz, 4 ta kameralari bilan. Kameramizni texnik xususiyatlarini aytadigan bo'lsam sizlarga, kameramiz 4 megapikselda bo'ladi. Kameramiz ovoz yozish funksiyasiga ega va kameramizda karnay ham mavjud. Bemalol kamerani oldida odam bilan gaplashsangiz bo'ladi. Kameramiz Wi-Fi yo'lab istalgan joydan ko'rib tursangiz bo'ladi. Harakat detektori, odamni va transportni ajratib olish funksiyasi bor kameramizda va suvdan va changdan himoyalangan bo'ladi kameramiz. Korpusi plastmassadan iborat bo'ladi. Juda ham chidamli, zo'r materiallardan ishlatilgan. Ushbu kameramiz tunda ham juda ham ajoyib tasvirga olib beradi. Qo'rqmasdan eshigingiz tagiga, ofisingizga yoki do'koningizga bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Hozirgi kundagi eng topoviy funksiyalarni barchasi mavjud bo'ladi bu kameramizda. Bularda ovoz yozish funksiyasidan tashqari, ovozni misol baland tovush chiqqanda ham signal berish funksiyasi bo'ladi bu kameramizda. Endi narxi juda ham arzon, 1 yil kafolati bor bu kameralarimizni. 2 200 ming so'm evaziga ushbu komplektimizni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi yana bir jihatini aytadigan bo'lsam, misol uchun sizga 3 ta kamera kerak bo'lishi mumkin yoki 2 ta kamera olmoqchisiz. Bora yana bittalik komplekt kerak bo'lsa ham bemalol uni yig'ib berishimiz mumkin bo'ladi. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Bog'lansangiz, bemalol sizga hamma xususiyatlarini, kamerani qulayliklarini yana bir qator tushuntirib o'tamiz va xotirasiga keladigan bo'lsak, misol xotirasi menga bo'lmaydi, menga 1 oylik yoki 2 oylik xotirasi bilan qilib bering deydigan bo'lsangiz ham, uni ham yo'li bor. Hozir bunda eng minimalniy xotira 500 gigabaytligini hisobga olganmiz. Narxi arzon chiqishi uchun, hali klientlarimizga qimmatga tushib ketmasligi uchun shunday yo'lni tutganmiz. Buni o'zgartirsak ham bo'ladi. Endi narxida o'zgarishlar bo'ladi. Keyin dastavka masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda любой точкasiga xudo xolasa dastavka qilib beramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, like bosing. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.